balolangan, musibatga uchragan kishilarning holidan ibrat ol. O'ngga qaraysizmi, chapga qaraysizmi, albatta bir baloga, musibatga uchragan odamlarni ko'rasiz. Oh-vohlar, ko'z yoshlar, turli vodiylarda jabrdiydalar. Ana shu musibatlarga ox urib yashayotganlar ham bor. Shu musibatga sabr qilib, Allohdan ajr umid qilayotganlar ham bor. Agar birodar ustingga bir ko'ningga yoqmaydigan musibat keladigan bo'lsa, molingami, joningami, xullas musibatga duchor bo'lsang, bilginki, sen bu musibatingda yolg'iz emassan. Agar yaxshilab atrofingni qaraydigan bo'lsang, seni ustingga kelgan bu balo, musibat, qiyinchiliging ancha-muncha odamlarga kelgan musibatning oldida ancha yengil. Chunki yillar davomida o'ngga chopga ag'darilib, to'shagidan tura olmasdan alam bilan dodtab yashayotganlar bor. Yillar davomida. Uzoq yillar davomida quyoshning nurini ko'rmasdan zindonda